Bir sotiqi 53 ming dollardan bugun yangi xonadonga kelganmiz. Shayxontohur tumani Huvaydo mahallasida joylashgan. Eshonboboxon ko'chasi, birinchi-tor ko'chasida. Shunda o'zi aynan shu ko'chada umuman sotiladigan uy yo'q ekan. Bitta bizani mana shu xonadonimiz. Siz uy qurishingiz uchun eniga 18 metr, uzunasiga bo'lsa 28 metrlik hovli. O'zini endi mana bunaqa eski binosi bor. Buni kelgan odam baribir buzib tashlaydi. Okam mana shu uy uchun, ya'ni mana shu 5 sotiq joyimiz uchun proyekt ham chizdirib qo'ygan ekan. Aytayotdilarki, men endi o'sha nima qilaman, bu yerga qurmaydigan bo'ldim. Boshqa mahallada quraman, proyektni shunda podarka qilib berib yuboraman deb aytdilar. Lekin ko'pchilik kelayotganlar bu yoqqa ikkita joy tushiramiz deyishayotgan ekan. Chunki fasadi 18 metr, 18 ga 2 ga bo'lib turib, 2,5 xula 5 2 ga bo'lib turib, 2,5 dan tushiramiz deyishayotgan ekan. Agar siz Nobodo Huvaydo mahallasidan uy xarid qilib o'zimga 5 sotulik joyga quraman deydigan bo'lsangiz, kelib bitta ko'ring, tayyor proyektni sizga podarkaga.